qani bundoq qilamiz. Voy, qaraysiz. Katta kishi bo'lasizmi? Qani, xo'p. Tuxumlari joyida, o'ng tarafi yaxshi, o'zlamoqda, chapi ham yaxshi. Xo'p, bulbuli endi bulbuli eshigi ochiq, uchi ochiq ekan, ko'r deydi, ya'ni femoz deydi buni. Ko'p qismi yopiq. Teglaridan ko'rayotgan bo'lsangiz, tuzlari bor. Oq-oq ko'ryaptimi sizlarga ham? Mana. Oq-oq bor. Mana endi buni tozalash kerak-da. Agar sog'lig'i joyida bo'lsa, buni kesish kerak bo'ladi. Agar pediatr ruxsat bersa, bulbul tayyor, bemalol, bexavotir. Bir yog'i kichkina turadi. Tabiiymi? Ha. Tuxumi endi yomon emas. Yoshiga norma. Shunaqa kattasi ham shunaqa. Yoshiga norma. Yo'q, yaxshi. Yaxshi rivojlanmoqda. Zo'r. Tomoni kichik.